Mana bunaqa balonli motoblok emas. Seplik, zanjirlik, baquvvatroq motoblok kerak akalarimiz e'tibor berasizlar. Do'konimizga yangi partiyada seplik, zanjirli gusunitsali apparatlarimizni yangi modellari yetib keldi. Xohlaganlar uchun ham seplik hamda balonli gusunitsali apparatlar. Xohlaganlarga salarishni gusunitsa apparatlar. Xohlaganlarga akalar oldingi partiyalarda amalizatorlari bo'lmasdi. Yangi partiyada amalizatorlar ham qo'ydirib olib kelingan yangicha gusunitsalarimiz kelgan. Undan tashqari xohlaganlar uchun ikkita sepli gusunitsali apparat. Mana bunaqa ikkita balon emas, ikkita mana bunaqa balonlarning o'rnida zanjirli gusunitsa apparatlarimizni olib kelganmiz. Hozir sizlarga bularni to'liq ma'lumotlari, narx-navolari bilan tanishtirib o'taman va kimga kim shu turdagi zanjirli sepli gusunitsadan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishinglar mumkin. Ukam o'zi bu zanjirli gusunitsali apparatlari nima ishlar qiladi degan akalarimizga videoni boshida aytib ketamiz. Bu zanjirli gusunitsa apparatlar xo'p, yerni ichida, ekinlarni ichida mana bunaqa agat yordamida agatlarini oladi. Selkalari yordamida don mahsulotlarini ekib, dorilarni soladi. Selka apparatlarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mana bunaqa chizillari yordamida yerlarni chizillab, kultivatsiyasini qiladi. Undan tashqari orqa tomonda mana bunaqa agat, puluklari bor. Puluklar yerlarni puluklashni ham bemalol qiladi. Bitta ishlashlarini ko'ringlar, keyin qolgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qani katta ishlashini ko'ramiz. Mana akalar ishlashlarini ko'rdinglar. Yerni ichida mana shu holatda ekinlarni ichida 50, 60, 70 ga ekilgan istalgan turdagi ekiningiz ichiga kirib, mana shu chizil yordamida hozir ko'rganingizdek kultivatsiyalaringizni qilib, agatlari yordamida agatini olib, selkalari yordamida don mahsulotlarini ekib turib, dorilarni solib foydalansanglar bo'ladi. Selka apparatlari universal bo'ladi akalar. Oldi tomoni legirovkali 50, 60, 70 ga bemalol don mahsulotlarini ekib, dorilarni solsanglar bo'ladi. Selkalari universal bo'ladi akalar. Bir kunda 3-4 gektargacha bo'lgan yerlarga bemalol dorisini solib, ekinini eka oladi akalar. Xo'p. Gusunitsamiz haqida ma'lumotini beradigan bo'lsam, xo'p, bu tomondagi turgani salarishniisi, xo'p, yonida turgani benzinli modeli. Undan tashqari bu tomonda ham mana benzinlilari bor. Assortiment ko'rib turibsizlar, har xil akalar, har xil assortimenti bor. Xo'p, bu gusunitsamizning selkasi mana bunaqa addenniy holatda bo'ladi. Xo'p, bu tomondagi sariq gusunitsamizning selka apparati o'ziga yopishgan holatda bo'ladi. Yopishgan holatda deganim, orqa tomonlari palis bilan ulangandan keyin harakatlari cheres sep orqali selkaga harakat berib, don mahsulotlarini mana shlanka yordamida tushirib, urug'larni ekib ketadigan original gusunitsa hisoblanadi. Buni bu salarishli modelidan farqi, bunda sep qismlari ham kattaroq, 70, 80, 90 ga ekilgan agatlar ichiga juda ham qulay va 50, 60 ga ekilgan agatlar ichiga bu ingichka sepligini olsanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu sariq gusunitsamizni korobka qismi katta korobkalardan qo'yilgan 450 talik usulinli korobkadan qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy akalar. Yoqilg'i turi benzin baklari 3 litrlik bo'ladi. 1 soatiga yarim litrdan bular benzin rasxod qiladi akalar. Yurishlari zavodnoy orqali, hamma gusunitsa zavodnoy orqali tortib yurg'izasizlar akalar. Motor ishga tushganidan keyin yon tomonda hammasida remeni bor. Cheres remen orqali korobkaga harakat berib, seplarni aylantirib beradi. Xo'p, teva tomonda skorisi bor. Xohlasangiz sekinroq yurish uchun 1, xohlasangiz tezroq yurish uchun 2 skorislar bilan jihozlangan. Orqa tomondagi selkasini olib tashab turib, orqasiga chizil, agat, puluklarni ulab foydalansanglar bo'ladi bu modelimizga ham akalar. Xo'p, ko'pchilik aytdi, ukam mana bunaqa qilib yo'lda sepini o'zida yetalab yurish juda ham noqulay bo'lyapti. Seplari tez sinib ketib qolishi mumkin degan akalarimiz uchun mana bunaqa balonli variantini olib kelib qo'yganmiz. Yo'lda mana shu holatda baloni bilan yetalab yuraverasiz. Ishga borganingizdan keyin bitta palisini olib turib, balonni sug'ursangiz, balonni chiqib ketadi.
Balon chiqib ketgandan keyin mana shu holatga, oddiy gusunitsa holatiga keladi va ishingizni qilib, ish tugaganidan keyin yana balonni qo'yib, yetalab olib ketsangiz bo'ladi. Bu ko'rsatayotgan gusunitsalarimiz hammasini orqasiga mana shu agregatlar tushadi. Agati, selkasi, pulugi bemalol qo'yib ishlatsanglar bo'ladi akalar. Xo'p. Bular benzinli 9-6 kishilik, benzinli 7-6 kishiligi bor, salarichnisi bor, 7-6 kishilik amalizatorligi bor. Undan tashqari ikkita sepli zanjirli gusunitsamiz bor. Xo'p, ukam men asosan puluk, ikkitalik agat, chizellarni tortaman. Baquvvatrog'i kerak degan akalarimizga ikkita sepligini olib kelganmiz. Ko'rishinglar mumkin, seplar juda ham qalin qilib ishlangan. Eng qizig'i seplari razmer bo'ladi. 50-60 qilib keng tor qilib ishlatsanglar bo'ladi akalar bu apparatimizni. Xo'p, bu apparatimiz yana bitta qulay tomonini aytaman. Buni rol qismi aylanadigan bo'ladi. Xohlasangiz mana shu holatda yon tomonga o'tkazib ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz chapga, xohlasangiz oldi tomonga mana shu holatda rolini o'tkazib ishlatsangiz bo'ladigan apparat hisoblanadi. Xo'p, buni ham orqa tomonida bemalol chizel, agat, puluk, aravalarni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Bu ham universal motoblok hisoblanadi. Xo'p, xullas narx-navosi ukam deganlarga narx-navosi gusunitsani quruq o'zini oladigan bo'lsangiz $400 boshlanadi. Agregatlarni qo'shib olishingizga qarab, kimdirlarga masalan agati, kimdirlarga selkasi, kimdirlarga chizeli, kimdirlarga pulugi, kimdirlarga baloni bilan sizga qanaqa agregati bilan kerak bo'lsa, o'shani hisobiga narx-navosi o'zgarib, eng arzon narxi $400 dan agregatlari bilan qo'shib oladigan bo'lsangiz 600, 650, $800 gacha agregatlari bilan komplekt holatda bo'ladi. Narx-navosi o'zgarishi mana bunaqa yoqilg'i turi salarishnik yokida benzinligiga qarab, yokida mana bunaqa rama qismi amalizatorlik, amalizatorsizligiga qarab narxi o'zgaradi akalar. Ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar, yana ham to'liq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz va boshqa turdagi texnikalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, eng arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni. Xohlaganlarga kelganlaringda mana shu holatda, ko'pga holatda ham yig'ib ishlatib tekshirib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.